Jalol aka, ertalab boshlagan mashinangizni o'zi yalang'och chiqib tashladingizmi? Bu metallom nima qilasiz siz? Xudo xolasa, assalomu alaykum muxlislarimiz. Jalol Avtoservis kanalini kuzatyapsiz. Bu mashinamizga o'ta ko'pchilik o'zi ertalab qo'ygandik videosini qiziqdi. Bu mashina nima uchun olib kelingan? O'zi bu mashinamiz ko'tarib metallom faqat dokumentatsiyasi uchun olingan narsa bu. Mana hozir ko'pchilik proyekt qilyapti. Proyektga avvalambor dokument qilmasdan turib, yangi kuzovga terib, misol uni kuzovga tergandan keyin unga dokument kerak обязательно. U misol yangi kuzovni oldi degani unda nomer texpasport yoki boshqa narsa bo'ladi degani emas. Unda faqat shot spravka bo'ladi. O'shanga bu mana bunaqa qattiq urilgan jentramiz kerak bo'ladi. Bu jentra hali. Ha, bu jentra hali bu 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Xudo xolasa yangi proyektimizga olingan. Mana shu bu mashinani dokumentiga biz yangi kuzovga noldan chiroyli qilib, zibor qilib terib beramiz. Motor korobkalarimiz hamma narsasi mana hozir kerakli narsasini yaroqli, yaroqsizga ajratib, o'sha mashinani yalang'och holatga keltirib qo'ydik.